Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarida bugun tunda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Afsuski, fojia ortidan 267 kishi vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Farg'ona viloyatida 4 ballik zilzila sodir bo'ldi. 2026-yil 24-iyun soat 21:07 da Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri hududida magnitudasi 4 ball bo'lgan zilzila qayd etildi. Ma'lumotlarga qaraganda zilzila o'chog'i 13 kilometr chuqurlikda bo'lgan. Epitsentri Toshkent shahridan 251 kilometr janubiy sharqda qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchlari darajasi: Farg'ona viloyatida 3-4 ball, Andijon viloyatida 2 ball bo'lgan, deyiladi xabarda. Diqqat, fojia. Kongoda Ebola qurbonlari soni 267 nafarga yetdi. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi bilan kasallanganlar soni 1048 nafarga yetdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 267 kishi vafot etgan. So'nggi bir sutkada yana 45 nafar virus aniqlanib, 13 ta bemor hayotdan ko'z yumgan. Hozirda 371 nafar bemor shifoxonada davolanmoqda. 112 kishi esa to'liq sog'aygan. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning o'lim ko'rsatkichi 25,5% ni tashkil qilmoqda. Azizlar, O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.